Assalomu alaykum, Xunoman TV a'zolari. O'sha penoblok so'ragan aka-ukalarimiz uchun video qilishga keldik. Nasib bo'lsa, Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida to'liq o'sha narx-navolari haqida Xunoman TV YouTube kanalimizda ham aytdik. Hozir qisqacha aytib o'tib ketamiz. 60 ga 30 20 lik 4 xil variant bor ekan, pergorodkalar uchun, o'sha devorlar uchun. Mana bu penoblokimiz 60 ga 30 20 bu o'sha birdan beton quyib chiqib ketadigan variant ekan. Ya'ni sesma variantini ham o'sha bajarar ekan. Mana bu variantimiz qolip, ya'ni o'sha aplavka vazifasini ham bajaradi. 20 balandligi 60 ga 30 ham bu ham 60 ga 30. 13 ming so'mdan narxi ekan, kelishib qilib berilgan. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Mana pergorodka variant bor ekan, bu 9 ming so'mdan donaga ekan. Bu nechida? 12 ga? 12 ga 30 60 ham bu ham. Bu 9 ming so'm ekan, kelishtirib qilib berilgan. 7-aprel 2025-yil azizlar, bugungi kunimiz. Penobloklarimiz 1000 dan oshiq bor. Hozir zakaz asosida ham quyiladi. Qashqadaryo bo'yicha o'sha ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.